Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, qadrdonlar. Bugun biz Yozyovondagi tunakafon ishimizni o'z nihoyasiga yetkazganmiz. Bu joyimiz maloshniy rangda bo'lgan. Yurtdoshlarimizga oq rangda qilaymi, maloshniy rangda qilaymi deb yurgan, o'ylanib yurgan yurtdoshlarimizga hozir maloshniy rangda tunakafon bo'lgan joyimizni variantini ko'rsatib o'tamiz. Qo'ldan kelgancha obzor qilib beramiz. Bu tomonlarimiz ko'cha tomonlarimiz maloshniy rangga, shikolat rangi bo'lgan vodosliv tarnovlarini ham qo'yib berganmiz. Bu joyimiz darvozaxonadan kirish joyimiz. Maloshniy rangga, shikolat rangimiz bilan skromniy chiroyli qilib berganmiz. Bitta oyna rombi o'rnatib berganmiz. Xizmatimiz vodiy bo'ylab 120 mingdan 140 ming so'mgacha listimizni qalin yubqaligiga qarab qilib beryapmiz. Xudo xolasa birinchi o'rinda sifat. Bu joylarimizga ham tarnovlar qo'yib berganmiz. O'shim ko'cha tomoni bu tomon bo'lib 44 metr tarnov qo'yilgan bu joyga. Tunakamiz 166 kvadratdan jicha oshiqroqmi bo'lgan bu joy. Bu akfani o'rtasida stoykalar bor edi, xorilar. Bularni ham 1, 2, 3 donani qo'yib berganmiz tunaka qilib. Bu joyimiz ham tashqi novo bo'lgan. Lola kapalak tilla, shikolat oq qo'yib berganmiz. Bu ichkari tomon shapkamiz. Biz endi usta odammiz, unaqa gapga ham usta emasmiz. Endi iloji boricha qo'ldan kelgancha obzor qilib beramiz endi qilgan ishimizni. Uchalar ham chiroyli holatda bo'lgan.